Assalomu alaykum, sevimli do'stlar. Qayta tug'ilish darsxonamizga kelganlarni qizg'in qarshi olaman. Men sizlarning hayotinglarni qaytadan qurib chiqish safaringlarga eng yaqin sirdosh do'stlar xonqizasam bo'laman. Bugungi darsni boshlashdan burun sizlarga bir muhim nuqtani qisqacha eskartib o'tmoqchiman. Hozirgacha sizlarga yo'llagan darslarimning hammasi ma'lum bir psixologik temaninki asosli markaz ideyasi va muhim nuqtalarini asos qilgan holda universal xulos xarakterlik yig'inchoqlab so'zlangan darslar. Shu bu darslarni anglash jarayonida kallanglarda har xil savollar paydo bo'lishi, ba'zi nuqtalar to'liq tushuncha bermagandek tuyulishi, hatto ba'zi nuqtalar mazmunlar sizlarningki burundan bor bo'lgan qarashlaringlarga zid kelib qolgandek his qilinishi nihoyat tabiiy. Chunki bu temalarning har birini nazariya, tadqiqot, amaliy misollar o'xshamagan psixologik qarashlar bilan to'liq echib tushuntirish uchun odatda 1,5 soatdan 2 soatgacha vaqt ketadi. Aslida bu shunday tayyorlangan darslar-chi bu. Shunga hamda hozirgi hamda qisqacha darslarni anglaganda nimishqa bu qanday bo'lib, bunda bo'lib qoladi, men burun mundaq tushunatdim-go degandek savollar paydo bo'lsa, buningdan ansirmanglar, aksicha bu savollar sizlarningki temini haqiqiy o'ylanib, tafakkur qilib anglayotganinglarni ko'rsatadi. Ham shundaqla bu savollaringlarning javobimi mening inchki intayin aniqlik yuzlanib turib so'zlangan darslarimda bor. Chiqadi bu javoblarchi. Bu texmo sistemalik inchki va chunqur 1-2 soatlik darslarimni inshaalloh yaqinda boshqacha bir yuzdan sizlarga sunishim mumkin. Shunga sizlar bu darslarni hamma narsaning oxirgi javobi deb emas, balki texmo chunqur o'rganishga ochilgan bir ishik va psixologik tafakkurning boshlanish nuqtasi deb qabul qilsanglar bo'ladi. Xo'sh, undaq bo'lsa darsimizni boshlaylik. Bugungi darsimizning temasi odam zodi nima uchun yashaydi degan tema. Her bir yeni tema, aldığın qitimliq dersining temasi bilan zich ulanib mağdu, bir-biri bilan zich munosabatlik. Bu temani tanlash orqali men bugungi darsningki eng muhim yorqin nuqtasini yo'ritib qo'ydim. Ham bu darsni so'zlashdan burun men tuanda bir vatanimizda yuz bergan bir amaliy misolni sizlarga so'zlash orqali odamlarning ichki dunyosidagi yadroliq hissiyotningki ularning sirtqi dunyosida qanday yuz berishlarni paydo qiladiganligini va insonlarning bu nuqtani tushunmay, ham bilmay, umrini qanday qaymoqish va azob ichida o'zini qiynab yashaydiganligini tushuntirib o'tay. Vatanimizdagi ma'lum bir qarindoshimiz o'zining ojisining ig'ir tushkunlikka va azobga petib qilib, normal turmushi to'sqinlik uchirganlik uchun u ojisini shundoq testda bir psixologik maslahat elib berish uchun bir psixologning yeniga elib borgan. U yerda u ayolning inisi, elib borgan inisi ojis uchun bir yuz bergan ishni psixologga bayon qilgan. Nima ish ekan deganda bu ayol nurg'un yillardan beri ota-onasining holidan bek yaxshi xabar olgan. Hamma jihatdan eng ko'p kuchni chiqargan, qurbonlikni eng ko'p bergan oila a'zosi ekanda bu uyda 5 bola bor ekan bu uyda, bu oilada. Bek jafo tortibdi hamda. Bu uy ya bu ota-ona uchun hamda o'zimi nihoyat yaxshi ayol, yaxshi bola deb atilib, oxiri ota-onasi olamdan o'tganda bu ojisiga bu 5 bolaning ichida miros eng oz tegib qopti. Shuning bilan bu ojisi intayin bearam bo'pti. Texidimmi tushkunligi ig'irlab, hamda o'z bilan o'zi ichida bearam bo'lib yetib qopti-da, hamda har xil boshqa sabablarmi borgan, burundan azoblanib bearam bo'lib kelgan ichidagi bir hissiyotlar bor. Bu qo'shilib hamda ig'irlab ketibdi. Hamda avi inisi ojisiga bek ish chaqirib ketib, ochamga uvalchilik, adolatsizlik bo'ldi, bu adil bo'lmadi deb qarab, biroz foydasi bo'lib qolsa deb psixologning qishiga psixologik yetaklashga elib borgan ekanda hamda. Shuning bilan bu psixolog bu bolaga, ochingizga bu ish nihoyat adil bo'pti deb javob bergan. Hamda demak, mushu orqali dunyoning, ya'ni hayotlikning birinchi qonuniyatini bilib olishimiz kerak-da. Ya'ni shuni bilib olish kerakki, dunyoning yoki olamning odamlarga nimani berish, nimani bermasligini qaror qilishda hargiz odamlarning nimish qildi, qanchalik qurbonlik berdi yoki qarmoqqa qanchalik yaxshi odam bo'ldi yoki qanchalik yomon odam bo'ldi, buning bilan munosabati yo'q. Chunki bu yerdagi yaxshi odam, nachar odam degan hukm faqat insonlarning o'zining manfaati bilan bog'lab chiqarib olgan bir hukmi xolos. Atalg'usi hükümü ve atalgısı insanların özü koyup alganda. Demek etrafdaki insanların yaxşı adam deginiga bir adam yaxşı adam, yaman adam deginiga yan bir adam nachar adam bo'lib qolmaydi. Demek bu etraftaki adamlarning bir shaxsiy ko'z qarashi degan gapda
Әмді дүнияның таразысы башқа. Дүнияның әмді аламның немені беріш, немені бәмәслікі, немі тәрпідін бәлгіленуді дегенде, адамның ішчіде өкімран орынды тұрдыған hissiyatның maiyetiga qaraydı. Яғни адамның ішчідегі ядролық hissiyatның немелікіге qaraydı демекті. Demek muşu yadroluk hissiyat nima bo'lsa, dünya şunu berdi degan gap. Demek bu qerindishimizning achisinin yadroluk hissiyati, ya'ni u ayolning ichida bir xil adilsizlik tuyg'u bo'lishi mumkin. Hamda bolalikqa terilib qolgan bir urug'da bu kichik vaqtida jiq adilsizlik uchirgan bo'lishi mumkin demakchi. Buni keyin texim cho'nqirlaymiz. Hamda insonlarning ichki dunyosi, o'zimizning ichki dunyosiga kiryapmiz. Bu xil adilsizlik tuyg'uga ega odamlar hamma yerda adillik talab qiladi. Ya'ni mayli o'zi bilan munosabatlik bo'lsin, mayli o'zi bilan munosabatsiz bo'lsin, har qanday ishda adilsizlik bo'lsa, buni qat'iy qabul qilinmaydi. Chunki uning bu xil adilsizlikni qabul qilinmasligi, u adilsiz bo'ldi degan bu ish uning ichidagi adilsizlikdan iborat yadroliq tuyg'uni, ya'ni hissiyatni qo'zg'aydi, demak, bearam bo'ladi degan gap. Bearamlik ochiqni shakllantiradi. Anda inkas bo'lsa, buningga g'azablanadi degan gap. Endi ochiq va g'azablanish, buni keyin texmi cho'nqur so'zlayman. Bu intayin ziyonli bir ish. Hammamiz bilamiz buni. Demak, bu ochiqdan iborat hissiyat muhitni bulg'aydi deymiz. Birinchidan, atrofdagi odamlarga zaxm yetkazadi ochiqliganda. Ikkinchidan, ochiqlangan vaqtda ochiqni shakllantirgan hissiyatning umri uzrab ketadi. Ochiqni shakllantirgan yana bir hissiyat bo'ladi-ku, ya'ni yara. Ro'yi yara, jarohat. Shuning umri uzrab ketadi. Ma ochiq deganimiz ikkilamchi hissiyat. O original hissiyatninki umri uzrab ketadi. Uchinchidan, ochiqlab bo'lgandan keyin odam qattiq pushaymon qiladi, o'zini ayblaydi, o'zini kontrol qila olmayotgandek bir xil andish paydo bo'ldi. Eng muhimi, ochiqlanib bo'lgandan keyin ishlar nacharlashadi. Undaq bo'lsa, ochiqimiz kelsa, ochiqlanmaslik kerakmi degan savol paydo bo'ladi. Unda emasa, bu mu xatarlik? Bu mu bo'lmaydi? Unda bo'lsa qanday qilamiz? Endi buning keyingi darslarimizni maxsus o'gitma. Bugun mana darsda qisqacha qistirib o'tay, takrorlab qola. Demak, qanday qilamiz deganda biz ochiqni beshimizdan kechiramiz. Bu deganimiz, ingliz tilida bak yaxshi ifodalandi bu yerda. Experience anger. Biz react qilmaymiz. Inkas bildirmaymiz. Vayda vaqirab og'zimizni buzib urib tillab ketmaymiz yoki buni suppress qilmaymiz, basmaymiz demakchi-da. Biz bostirib etmaymiz, balki experience qilamiz. No react, no suppress, just experience. Ochiqni putimizdan tortib beshimizgacha badanimiz orqali bir tetimiz. Ammo buni hozircha qilolmaysizlar. Hozircha qila oladiganinglar ochiqni eng yaxshi bir taraf qilish usuli ochiq kelganda xiyolingizga kelgan atalmış qilmoqchi bo'lgan, ochiqingizga kelgandagi atalmış qilmoqchi bo'lgan ishinglarni og'zingizda devassanglar, hozircha bir oddiy usul hamda buni hozircha qo'limiz keyin psixologiyani chunqurlab o'rganganda bu ochiqni sizlar kontrol qilishni ajoyib o'rganib ketasizlar. Hozircha bu ochiqni bir taraf qilishniki salbiy ta'sirini zo'r darajada azaytishning eng yaxshi usuli. Xiyolingizga kelgan, ochiqingizga kelganda xiyolingizga kelgan qilmoqchi bo'lgan ishni og'zingizda devassanglar, uning salbiy ta'siri zo'r darajada azaydi demakchi. Masalan, shu ochiqingizga kelganda hey, hozir ochiqimning kelganida sening qo'liqingga urib uzvatgan ba debchu ovozga aylantirvasak ochiqni, hissiyatni. Biroq biz uni unda qilmaymiz. Shu qilmaymiz, biroq og'zimizda deb hissiyatni ovozga aylantirayotganda ochiq hissiyat ifodalanadi. Unda qilmaymiz, biroq shunday ifodalaymiz. Ochiq ovozga erishadi, ochiq sizlarning nazaringlarga erishadi-da, qabul qilingandek bo'ladi. Shunday bir xil ichki dunyoringdagi ochiqdan iborat bo'ron chopqin pasaygandek bo'ldi. Yoki bo'lmasa, mushtabda ochiqimda o'y-po'yni tashlab yiroq bir yerga ketgunba deymiz, biroq unda qilmaymiz. Ochiq zo'r darajada pasaydi. Hozircha mushunchalik qilib tursanglar bo'ladi, barbara ochiqni to'g'ri bir taraf qilishni inchik so'zlayman. Mana hozircha vaqtli usullar. Demak, dunyo bizningki vujudimizda
vücudumuz, qalbimiz deganni tushundirma birdan, lekin bularning hammasi subyektiv hukmlarchi. Demak, vücudumizda qaysi xil yadroliq hissiyot bo'lsa, dunyo bizga shuni beradi. Shunga qalbida, vücudida adilsizlik bo'lgan bu ayolga dunyo adilsizlikni berdi, adilsizlik beriladi. Agar bizda gunohkorlik tuyg'usi bo'lsa, bizga xatolik beriladi. Bu dunyoning bir xil berish bermaslik qonuniyati. Ma'lum orqali sizlar hayotinglarda yuz berayotgan o'zinglarningki beshinglardan o'tgan yoki atrofinglarda olgan bakchiq narsalarni tushunalaysizlar. Qillanglardan vaqtida o'tib ketadi. Bakchiq narsalarchi. Shunga ba'zi qarmoqqa yaxshi odamlarning ko'pincha nachar kun ko'rib qolishining sababi mana shu. Demak, kishilar qarmoqqa yavash, ko'ngil ayaydigan, boshqalarni rad qilolmaydigan odamlarni yaxshi odam deydi. İşte deydi. Biroq ularning ichki dunyosida adilsizlik tuyg'u, o'zini kamsitish tuyg'usi, arzimaslik tuyg'usi qatorliq har xil tuyg'ular bo'lishi mumkin. Demak, biz ashundaq yavash, yumshoq odamlarni yaxshi deymiz. Biroq dunyo shu odamning ashundaq yaxshi odam bo'lib qolishiga sababchi bo'lib qolayotgan, mundaq qilib aytganda, yaxshi odamdek ko'rinishiga sababchi bo'layotgan ichki yadroliq hissiyotga qaraydi. Mushu yadroliq hissiyot nima bo'lsa, shunga erishadi degan gap. Bu nuqtani yaxshi tushunib olishinglarni umid qilaman. Endi darsimizga kelsak, odam nemishqa yashaydi. Shuni bilib olishimiz kerakki, odam birinchi qitim ota-ona sabablik onasi tarafidan tug'iladi. Odamning yashashining sababi ikkinchi qitim tug'ilish. Yana bir qitim tug'ilish. Buni hargiz unutib qolmanglar. Bu bizningki yashashimizdagi maqsad, qayta tug'ilish. Unda bo'lsa, qayta tug'ilish degan nima? Bu yerdagi qayta tug'ilish deganimiz ro'y jihatdan qayta tug'ilish qartilgan. Endi bu yerdagi ro'y jihatdan qayta tug'ilish deganmi abstrakt hukm. Buni konkretlashtirsak, biz qalbimizning qayta tug'ilish deganga javob beryapman endi. Qalbimizning ulinib qolgan manbasini o'zgartirsak, qayta tug'ilish bo'ladi. Ya'ni qalbimizning ulinib qolgan energiya manbasini o'zgartirsak, qayta tug'ilish bo'ladi. Yana texnik konkretni qilamiz. Endi biz doim deydigan qalbim, vujudim degan gaplar amaliyotda bizning badanimizga qaratildi. Chunki psixologiyada mingi bilan badan ayrim tahlil qilinadi, ayirib etiladi. Demak, bizning badanimiz dal bizning qalbimiz. Qalb degan yurak emasa, u bir a'zo yurak degan. Chunki yurakning atrofidagi ko'krak muskullari, ya'ni badan bilan oshqozon taraf, dumba qatorliq asosli bizning shu omurtqa so'nkimiz bor, shuning atrofidagi muskullarning sezimchanligi eng yuqori bo'lganligi uchun yoki bo'lmasa yoga mashq qilgan yogachilar deydigan badandagi 7 chakra deganlarmi shu odam badanidagi sezim sidigan yerlarini ko'rsatganda Muşu o'rinlarning hammasi omurtqa so'nkimizning atrofidagi muskullar qartilgan. Shunga biz ba'zi hissiyotlarni ko'proq muşu yuragimiz va oshqozon atrofi bilan, oshning atrofidagi joylar bilan his qilgachqa, biz buni qalb desa, yuragimiz deb o'ylab olamiz. Amaliyotda qalb vücut deganimiz bizningki badanimizni ko'rsatadi demakchi. Demak, bizning badanimizning ulinib qolgan energiya manbasini o'zgartirish qayta tug'ilish deb ataladi. Bu bizning yashashimizdagi birinchi maqsadimiz. Undaq bo'lsa, bu ulinib qolgan energiya manbasini qanday o'zgartiramiz? U nimaga ulinib qoldi? Biz nimaga o'zgartimiz? Ya'ni qaysi energiya manbasiga ulaymiz? Mana bu bugungi darsimizning yorqin nuqtasi. Endi bir misol, agar men sizlarni bir to'nglatqiga solab, yoz kunlari bir to'nglatqiga solab qo'yib, bu to'nglatqini quluplab, aptab tushadigan yerga qo'yib qo'ysam, andan sizlardan so'rsam, dunyo seningcha illiqmi, sovuqmi desam, sizlar cho'qim olib turib, tillab turib, dunyo degan bir muz deb vaqiraysizlar, ochiqlaysizlar. Chunki odamlar o'z sizimiga ishonadi. Men sizlarni to'nglatqiga solab qo'yib, "Hey, dunyo degan bek illiq, sen bilmaydi ekansan, hey dot kalva" desam, u oqmaydi do'stlar, oqmaydi. Chunki har qanday odam hamon o'zining sizimiga tayinadi va shuningga ishonadi. Shunga bir odamni qoyil qilaman deyish bu bir xil xatolik. Haqiqiy bir-birimizga ko'ynimiz deydi ekanmiz, haqiqiy bir-birimizga muhabbat berimiz deydi ekanmiz, bir-birimizni qoyil qilish, qoyil bo'lmas tillash, ayb qilish, qo'rqitish, ayblash emas. Biz haqiqiy yordam qilaman desak, biz hissdoshlik qilishni bilishimiz kerak. Hissdoshlik qilish degan qarshi tarafning hissiyotiga adash bo'lish, uning hissiyotiga kirish, uning ko'zi qalbi bilan, qalb ko'zi bilan dunyoni ko'rish deganlik.
Mana mushunda qila olganda, andan sizlar har qanday odamning qalb zahmisini saqayta olasizlar. Mana bu bola tarbiyasidimi intayin muhim. His adash bo'lish. Bolalarning dunyosidan, qalb ko'zidan turib dunyoga qarash demak. Demak, bizningki badanimizning ulinib qolgan energiya manbasini o'zgartirish, qayta tug'ilish deb ataladi. Bu bizningki yashashimizdagi birinchi maqsad, xulosalab aytdim. Endi mushu balaninki bu bal tarbiyasidan bek muhim dedim bu. Balaning qalb ko'zidan dunyoga qarash, balaning qaysi hissiyoti turayotganligini bilish degan gap. Bu intayin bir yuqori saviya. Demak, bir odamni to'nglatqiga sulab qo'yib, aptapqa apirib, men uningga kech so'zlasam, dunyo bek illiq, dunyo shunda issiq desam, u odamning qulqiga kirmaydi. Chunki u odamning badani suvoq bilan ulinug'liq. Endi bizning badanimiz xuddi mushu to'nglatqidagi odamga o'xshash ikki hissiyotga ulinib qolgan bo'ladi. 90% odamning badani yoki qalbi mana ikkisi bir gap, qalb bilan badan degan. Energiya, hissiyot deganmi bir gap. Keyingi darslarda o'sha qalb, badan desam ikkisi o'xshash ma'noda so'zlar, energiya, hissiyot desam ikkisi ma'noda so'zlar. Ya'ni bizning qalbimiz yoki badanimiz ikki energiya manbasiga ulinib qolgan. Ya'ni birisi qo'rqish, yana birisi ochiq o'chmanlik. Qalbi o'chmanlik to'ldi deb qo'ymiz-ku. Demak, qalbida bir tashvish bor, qalbiga o'chmanlik to'ldi. Shunga to'nglatqining ichidagi odam doim so'g'uq his qilgandek, mavi ikki hissiyotga yoki energiya manbasiga ulinib qolgan odam doim qo'rqish va ochiq o'chmanlik his qilib yashaydi degan gap. Endi bu xil ahvol nimaga yordam berdi? Bu nuqtani hamda yaxshi tushunib olsak, 90% odamningki mingisi to'xtovsiz holda bu odam uchun shu ikki ochiq bilan qo'rqishga ikki energiya manbasiga ulinib qolgan odam uchun bir bo'lsa qo'rqitadigan narsa va ishlarni tepib berish uchun aldirash bo'ladi. Yana bir bo'lsa, ya'ni andaq bo'lib qolsa, qandaq qilsa, mandaq bo'lib qolsa, qandaq qilsa, balanga bir ish bo'lib qolsa, qandaq qilsa degandekchi. Har xil andishlarni topadi, qo'rqitadigan ishlarni o'ylab qolsa, shu ishlarni tepib berish uchun aldirash bo'ladi. Yana birisi ochiqlanish uchun sabab deb berdi. Ya'ni mushundaq qilsa bo'lamdi. Qarab boqay, mushundaq qildi emasmi? Sening balang mushundaq qilsa bo'lamdi. Qara erangning gapini, seni ko'zga ilmatadi. Ayoling seni ko'zga ilmatadi, qara. Qaynonangning ko'zlariga qara. Qaynotchangning gapiga qara degandek, voy, menga hech chiqmaydi. Faqat mushu sizlar ulinib qolgan ikki hissiyotinglarni qo'zg'ash uchun sabab izlaydi. Mana bu odamlarning yashash usuli, ko'p sonli odamlarning yashash usuli. Ichingda nim bo'lsa, tashqi dunyoringda shu bo'ladi. Tashqi dunyo qalbning ayniki deymiz-ku. Mana bu biz yeshivyapmiz, ichiga cho'nqirlab kiryapmiz. Endi natijada odamlar yilqi qo'rqqan narsalar va ishlarni o'ngshash uchun tirishadi, hamda kallasiga kelgan ishlarni va hayotida yuz bergan ishlarni o'ngshayma deb tirishadi. Yana birisi ochchig'ini keltirgan odamga o'sh ulab, uningdan o'ch olma deb ichiga ochiq to'lib, hayotning yerimi tugaydi-da. Shunda qilib odamlarning energiyasi shunda arzimas ishlar uchun xo'rab, muhim ishlarga kelgan energiyasi yetishmay, har xil kelishmasliklarga uchraydi. Uningdan boshqa ish yo'q. Demak, sizlar shu ikki narsani chunqur tushunib olsanglar, dunyodagi bak ko'p odamlarni tushuna olasizlar, o'zinglarni ham tushuna olasizlar. Ya'ni, mandaq gap so'zlariga diqqat qilsanglar, ko'p sonli odamlarning gap so'zlarida shu ikkala narsa borda, ya'ni birisi qattiq ochchig'im keldi deydi, yana birisi bir narsani ansirayotma yoki qo'rqatma degandan iboratda. Barliq insonlarning gap so'zlarining oq ko'rinishi qarasanglar, mush ikki xil hissiyot bor. Mush ikkala narsaga yig'inchoqlay olamiz. Demak, ko'p sonli odamlarningki yashash jarayonidagi barliq harakatlari mana mush ikki hissiyot tarafidan kontrol qilinib mengayverdi. Menga mush ikki narsa uchun sabab izlab beraverdi-da. Shunga sizlar ma'vu darsini chunqur tushunib olsanglar, sizlarning energiya maydoninglarda yo'g'inash, kengayish bo'ladi. Xuddi birisi sizlarni tuyuqsiz silkiyotgan odamdek bu xil psixikalik o'yindan tuyuqsiz chiqib keta olasizlar. Demak, bu orqali sizlar ochiq bilan qo'rqishning ichiga kirib qolgan yoki oralashib qolgan odam holatinglardan sug'urilib chiqib, ochiq bilan qo'rqishning o'yinini kuzatib ko'ra oladigan bir tomoshabin yoki nazoratchiga aylana olasizlar. Undan keyin hayotingizda o'ng aylanish yuz berdi. Nurg'un o'rinsiz masalalar hal bo'ladi. Sizlar o'ylamagan yo'lda yaxshilanishlar yuz berdi-da.
Masalan, ba'zi odamlar to'xtamay maqtanadi, ya o'zining bir ishini maqtaydi yoki bolasini maqtaydi. Endi bu maqtang'ini amaliyotda bir qo'rqish. Bu qanday qo'rqish deganda, mana mening menda yaxshi taraflarimmi bor? Men boshqalarning kaynida qolmadim, e'tirof qilib qo'yinglar menimi demoqchida. Men ko'zgilinmaslikdan, boshqalarning kaynida qilishdan, zanglik qilishdan qo'rqma degan gap psixologiyalik tarjimada ma u. Amaliyotda shunday degan gap hamdi. Demak, bizningki qayta tug'ilish deganimiz bak muhim. Deganim shu. Mushu ikki xil energiya manbasiga ulinib qolgan bizning hayotimiz, masalan, pul tepishmi shu-da, pul tepishmi shu qo'rqishni to'latish. Shu nurg'un odamlar to'xtamay pul topman deb tirishidi, lekin ko'ngildagidek pul topolmaydi-da, o'zining ko'zlagan nishoniga yetolmaydi. Ba'zilar topidi, bir yak borgan degan keyniga yenib qoladi. Yoki barkat bo'lmaydigandakchi har xil ahvollar kelib chiqadimdi. Buni hamma oilada o'xshamaydi-ku. Yoki bak jafoliq topidimdi. Nurg'un qurbonliklarni, yo'qotishlarni shakllantirish orqali. Chunki avi qo'rqish tuan energiya bo'lg'achqa, yuqori energiya tuan energiyaga qarab aqmaydi-da. Demakchi, tuan energiya hamda yuqori energiyaga qarab aqadi. Masalan, yer shari quyoshni cho'rida harakat qiladi. Chunki quyoshning massasi yo'g'on, energiyasi yuqori, shunga yer shari quyoshni cho'glaydi. Ammo bizning yer shari oydin yo'g'on, massasi energiyasi oydin yuqori. Shunga Einsteinning energiyaning harakat nazariyasi bo'yicha ay yer sharini cho'rida harakat qiladi. Demak, qaysining energiyasi yuqori bo'lsa, energiyasi tuvini, energiyasi yuqorining kaynidan mangdu degandakchi. Buni texmi bak yaxshi tushunma desanglar, bir kang raqni tutib turib, bir tarafiga cho'ngroq bir marmar toshni, yana bir tarafiga kichikroq bir marmar toshni qo'yib qo'ysanglar, har ishkilisini o'zining ig'irligiga asosan bir o'rak yasaydi. Biroq cho'ng marmarning yasagan o'yimini o'raki cho'ngroq bulaplar kichik marmarni o'ziga tortib oladi. Demak, bu energiyaninki harakat qilish qonuniyatida tuan energiya yuqori energiyaga qarab oqadi demakchi. Hissiyotlarmi shunga o'xshash. Demak, biz badanimiz ulinib qolgan energiya manbasimizni o'zgartgandan keyin biz ochiq va qo'rqishdan qutulib, yuqori energiya bilan ulangan vaqtimizda, ya'ni kun nuriga erishib qolgan vaqtimizda bizning energiyamiz yuqorilaydi. Magnit maydonimizmi yo'g'inaydi. Barliq ishlarimiz o'ylanmagan yo'llarda, yaxshi yo'llarda ravonlashib boradi. Hayron qolasizlar bu chaqda. Undaq bo'lsa, bu yuqori energiya, ya'ni musbat energiya manbasi degan nima? Men burungi darslarda degandek, badanni qalb deb ifodalagandek, musbat energiya manbasini biz muhabbat deb ifodalaymiz. Biroq biz muhabbat deb qo'ysak, bu she'riy atalish bo'lib qoladi. Hamda psixikalik atalg'i emas-da bu. Psixologiyada muhabbat deb ataydigan atalg'i yo'q. Konkretni emas demakchi. Abstrakt bo'lib qoldi demakchi. Hamda muhabbat deganimiz shartsiz yaxshi ko'rilish tuyg'usi bo'lib, hamda bu tuyg'uning ichida o'ziga ishonish, o'zini yoqtirib qilish, o'zini yaxshi ko'rish, o'zini hamma yaxshi narsalarga arziydigan deb his qilish va bir xil rasmiy yuragidan etilib chiqqan haqiqiy ras minnatdorlik qatorliq hissiyotlarni o'z ichiga oladi. Endi biz erishmoqchi bo'lgan, badanimizni qayta ulamoqchi bo'lgan manba, energiya manbasi mana mush muhabbatdan iborat, ya'ni shartsiz yaxshi ko'rilgan hissiyotdan iborat. Endi yana bir muhim nuqta bor bu yerda. Buni so'zlab o'tay. Bu xil yaxshi ko'rilish tuyg'usini bu dunyoda endi bizga berishda eng yaqinlashadigan ota-onamiz, yaqinlashadigan, biroq ularmi berolmaydi. Biz mushu tuyg'uni izlaymiz hamda har qanday inson shartsiz yaxshi ko'rilish tuyg'usini izlaymiz. Ular hamda ota-onamiz eng yaqinlashadi buni berishda, biroq ular berolmaydi. Mag'lub bo'ladi buni berishda. Bularning, ya'ni ota-onamizning bu xil mag'lubiyatini biz hargiz ayblamaymiz, chunki ulardimi yo'q, ular ota-onasidan erishamagan, ularning ota-onasidan erishamagan degan gap. Bu yerda ayblash yo'q, faqat bu nuqtani tushunganimizning o'zi bizning ta'limimiz. Endi ulardan yo'q bo'lgandan keyin bu xil muhabbat, shunga yo'q narsani ular berolmaydi. Xato usul qo'llanib berdim deb o'ylaydi, biroq biz ular beralaydi deb o'ylaymiz. Chunki biz ota-onamizni bak mukammal o'ylab olamiz-ku bolaligimizda. Ularningmi amaliyotda biz bilan o'xshash ekanligini kerak bilib qolamiz, bolaligimizda bilmaymiz. Bolaligimizda biz ota-onamizning faqat yuqoriroq badanga erishgan yana bir bola ekanligini hargizmi bilmaymiz. Endi biz mushlar berdi deb qaraymiz, shartsiz muhabbatni, ular berilmaganda biz bamidi deb qaraymiz. Qaranglar, mana o'shmanlikni berilmaydigan odamni berdi deb o'ylab olamiz. Ular berilmaganda men qasdan bamidi deb o'ylab olamiz. Shuning bilan ularga ochchig'imiz bo'lib qoladi va butunlay yorilanamiz mana shu vaqtda. Natijada bizning ochchig'imiz naq shu vaqtdan boshlab shakllanishga boshlaydi.
Biroq insonlar yana umidvor bo'ladi-chu, keyin buni jo'risdan izlaydi. Biz bek umidvor insonlarchu, bek umidvor bo'lib ketgachga hayotimizdagi shu to'y qilgan, uchirgan jo'rilarimizni mush odam menga haqiqiy shartsiz muhabbatni berdi yoki berdi deb tushunib olib, xuddi hayotimizda bir xil yorug'likqa erishgandek, xuddi haqiqiy shartsiz yaxshi ko'rilgan to'yga erishgandek his qilib olamiz. Amaliyotda u shartsiz biz izlayotgan o yaxshi ko'rilish tuyg'usi emasligini kerak bilib qolamiz. Ondan buningga achchig'laymiz. Noroziligimiz buningga yo'tkiladi. Ya'ni jo'rimizga bo'ladi-da, shuning bilan er-ayollar bir-birini ba'mida shu shartsiz muhabbatni deb o'zaro qiynab ketadi. Demak, er-ayollarning to'y qilgandan keyingi tubki vazifasi bir-birisiga muhabbat berish emas. Mushu nuqtani qat'iy unutib qolmanglar. Mush nuqtani bilib olsanglar, mush oilalardagi er-ayollarning o'ttirsidagi nurg'un uqishmasliklar, nurg'un bearamchiliklar, nurg'un cho'ng-kichik urush jadallarning oldini zo'r darajada ola olasizlar. Bu o'zinglarga, bu oilalarning muhitiga, bolalarga yaxshi. Chunki ikkilisi buni beranmaydi bir-birisiga. Ba'zimi bir-birisining qurib ketgan muhabbatchiligini hargizmi to'ldiranmaydi. Bu mumkin emas. Xuddi to'nglatqi solab qo'ygan odamga sarangi bergandekli bir ishda bu. Bu sarangining o'ti u odamni ilitanmaydi. Undaq bo'lsa, er-ayollarning vazifasi bir-birisiga muhabbat berish bo'lmasa, biz nimaga to'y qilamiz amsa deb o'ylashinglar mumkin. Buningga javob, er-ayollarning tubki vazifasi muhabbat berish emas, bir-birining qalbidagi muhabbatni uyg'otish do'stlar. Andan mana mushundan huzurlanish, bir do'lqinga, bir orbitaga tushish. Agar ikki odamning qalbidagi muhabbatlar uyg'onib qolsa, mana bu ikki er-ayol nurg'un cho'chaklarda, she'rlarda tasvirlangan haqiqiy sevgining egillari bo'ldi. Haqiqiy oshiq-ma'shuq bo'ldi. Yoki bu Li Tolstoyninki tasvirlari bo'yicha haqiqiy oshiq-ma'shuqlar bir-biridan yulduz izlamaydi, balki qo'l tutishib birga yulduz izlaydi deb tasvirlaganga o'xshash. Shunga biz jo'rilarimizdan muhabbat talab qilmaymiz, balki muhabbat beramiz. Albatta, muhabbat beralashning oldingi sharti o'zimizning qalbimizdagi muhabbat manbasini uyg'otish. Mushu manbaga erishadigan odamlarla andan keyin balasiga masalan bir umr o'zining qalbidagi muhabbat tuyg'usini uyg'ota olgan odam balasiga bir umr hech qanday tarbiya qilmay turibmi, balasini eng qaltis bola qilib tarbiyalay oladi. Bir balaning eng qo'rqaydigini do'stlar bilib olinglar, bir balaning eng qo'rqaydigini ota-onaning ko'ngli yerim xushalsiz holatini ko'rishdan vahshiy qo'rqidi. Shunga biz cho'ng bo'lgandan keyinmi ota-onalarimiz ba'zi qaqshab qolsa, bizning shunda ochig'imiz kelib ketadi. Chunki bolaligimizda biz bu hissiyotdan eng qo'rqqan. Demak, ota-onaning ko'ngli yerim xushalsiz holatining o'zila bolalarni yaralandirib bo'ladi. Uni urishning, tillashning hojati yo'q. Yani urush tillash texim ig'irlashtiradi demakchi-ku. Ota-onaning xushalsiz ko'ngli yerim holatini ko'rgandila bola Allah burun yarını buldu. Fakat ota-onalarninki muhabbatsiz holatining o'zila yetarlik, mana mushu muhabbatsiz holatini ko'rganda bola Allah burun shu balliq vaqtidagi yarılış müşahidim başlandı demekçi. Bu çağda balla Allah burun özünü ayıplab bo'ladi. Ya'ni ota-onamning mushunda xushalsiz holatini men keltirib chiqadim, men sababchi, men yetarlik yaxshi bo'lolmadim. Ularga jafo sep qo'ydim. Demek men günahkar, men bir günahim var adam, mening jinoyatim bor deb shu kundan boshlab balla bir tarafiga bir taga taş, yani bir tarafiga bir taga ko'mak qachilangan ikki eg'ir yukni ko'tarib yashaydi. Biz ham shunday cho'ng bo'lgan. Şuna balla tarbiyasida uni qilib, buni qilib qattiq yaxshi baxtim deb o'ylaydi ota-onalar. Biroq ota-onalar xushal bo'lanmasa, balla yaralanib meniverdi. Shunga buni yana tafsili so'zlaymiz-ku keyin ham. Shu nuqtani bek tushunib olinglar. Demak, biz er-ayollarningki nimaligini bir er-ayolning bir-birisiga nimaligini qaytadan tushundik. Bu bir cho'ng yurish, demak er-ayollar bu nuqtada bek diqqat qilish kerak. Bu nurg'un masalalarni hal qilishning ochqichi. Bir-birimizni qiynaymiz demakchi. Shunga biz o'zimiz, jo'rimiz va shundaqli bolalarimizningki hamda atrofimizdagilarning haqiqiy atrofimizdagilarga hamda haqiqiy mehr muhabbat berib, haqiqiy baxt ichida yashaymiz, xotirjam yashaymiz deydiganmiz. Biz oldi bilan cho'qim badanimiz ulinib qolgan qo'rqish va ochiqdan iborat bu manfiy energiya manbasini men yuqorida deb
sanab o'tgan haqiqiy shartsiz muhabbatdan iborat musbat energiya manbasiga qaytadan ulashimiz kerak. Endi bu ulash qandaq elib berildi deb o'ylagan bo'lsangiz, diqqatingiz darslarning davomida bo'lsin. Bugungi dars mush yerda tamom. Xayr xo'sh, keyingi dars ko'rishaylik.